Tarix milliy sertifikat imtihonida tushadigan aynan shu savollarni ishlashga hali ham qiynalayotgan bo'lsangiz, milliy sertifikatda yuqori nasha qilolmaysiz. Kelinglar shu savollarni tahlilini ko'rib chiqamiz. 7-savolni tahlil qilamiz, ya'ni tarixiy shaxs haqida beriladi. Xo'p, ushbu shaxs 13-asrning boshlarida qirol bir necha yildan so'ng imperator bo'lishda aynan Rim papalarining yordamida muhim rol o'ynagan bo'lsa, keyinchalik katolik cherkovining hukmron doiralari munosabatlari keskinlasha boshlagan. Uning o'limidan so'ng papa tarafdorlari va sobiq imperator sulolasi vakillarini taxtdan chetlatishga intilgan. Aynan Rim papalari yordamida taxtga chiqishga yordam bergani bu Friedrich II Stauffen. Tarixiy shaxsni aniqlang. Shayboniylar sulolasidan bo'lgan, Ismoil Safaviy qo'shinlarini bartaraf etgan va 1512-yilda G'ijduvonda Shayboniylar Safaviylar o'rtasida jangda Shayboniylar qo'shinining qalb qismiga qo'mondonlik qilgan nafaqat hukmdor ham, balki shoir. Uning taxallusi kulliyot taxallusi bilan ijod qilgan 3 ta devondan iborat asari bizgacha yetib kelgan. Bilamiz, Shayboniyxon ham ijod qilgan, lekin uning taxallusi kulliyot emasdi. Abdullohxon II ham emas, Abulg'oziy Bahodirxon bu davrga to'g'ri kelmaydi va bu shaxs Ubaydullohxon. Keyingi savolni ko'rib chiqamiz. Bu tarixiy davlat haqida tushadi, 9-10 savollar. Ushbu davlat 3-7-asrlarda Yaqin va O'rta Sharq hududlarida hukmronlik qilgan, 5-asr oxirlarida eftalilar bilan kurashda yengilib, soliq to'lash majburiyatini olgan va 5-asrning ikkinchi yarmida eftalilar bilan kurash olib borgan. Shuningdek, g'alaba qozongach, Amudaryoning janubiy qirg'oqlaridagi yerlarni qo'shib olib, shuningdek, Amudaryodan to Suriyaga qadar Ipak yo'lidan o'z nazoratini o'rnatgan. Aynan bu savolning javobini siz kommentariyaga yozib keting. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni topish uchun Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying.